Ha, chumolilar buyuk Xoliqning qudratiga dalolat qiluvchi hasharotlardandir. Hajmi kichik bo'lishiga qaramay, ular aqlli jonzotdir. Ko'zga chalinmaydigan darajada kichik asab tolalaridan hosil bo'lgan miya sohibi bo'lgan bu mavjudotlar aql bovar qilmaydigan g'aroyib hodisalarni namoyon etadilar. Chumolilar nozik tebranishlarini ham ajrata oladilar. Ular biror bir yirtqich hayvonning yoki qandaydir xatarning natijasida kelib chiqadigan tebranishni payqaydilar va hujumga qarshi hozirlik ko'radilar. Qur'oni Karimda shu mitti jonzotning nomi bilan atalgan butun boshli sura bor. Alloh taolo Qur'oni Karimdagi naml, ya'ni chumollar deb nomlangan surada shunday degan: Sun'allohillazi atqana kulla shay innahu khabirun bima taf'alun. Bu har bir narsani puxta qiladigan Allohning san'atidir. Albatta u nima qilayotganingizdan xabardordir.